Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bizlar ham sayohatga chiqdik. Mana bizlarni kuzatishga davom eting. Zo'r yangiliklarimiz bor. Mana ko'rib turganingizdek, Shifo suviga yetib keldik. Bunga to'xtab bo'lmaydi. Vaqtidagi o'zi chiqyapti suv, qanday bu? O'zi chiqyapti bu yerda. Judayam issiq to'xtab bo'lmaydi bunga. Bu insonga foydasi bor. Haqiqatdan ham mo'jiza do'stlar. Mana ko'ring va fikr va mulohazalarda qoldiring do'stlar. Mahmud aka bir cho'milasizmi yo? Mana do'stlar, o'zidan o'zi chiqyapti. Har doim shunday qish va yoz issiqqina suv shifobaxsh. Mana shu yerga odamlar cho'miladi, biron nafar uyga olib ketadi, shifo bo'ladi deydi. Xudo sizlarga yoqadi deb umiddamiz. İnşallah do'stlar sizlarga yoqadi deb umiddamiz.